Assalomu alaykum. Mana hurmatli kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Xullas, men usta kerak yozuvdim. Ustalar bilan bog'lanishim qiyin bo'lyapti. Mana eshitayotganlar, yani ko'rayotganlar videoni. Bizni mana Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidanman. Shu bizga yaqinroq joydan bo'lsa, ustalar yaxshi bo'lardi. Sizlar bilan bog'lanishim qiyin bo'lyapti. Xullas, nomeringlarni qoldiringlar, lichkada yozib. Usta bo'lsalaringiz. Keyin har xil bekorchi insonlar yozyapti. Tanishaylik, gaplashaylik, telefon qiling, WhatsAppga o'ting, Telegramga o'ting deb imkon qadar unaqa insonlar menga yozmanglar. Men bu Instagramga yoki internetga kim bilandir tanishib gaplashish uchun kirmayapman. To'g'ri, shuning uchun sizlardan iltimos qilib qolardim. Bekorchi insonlar menga yozmanglar. Men bekorchi gaplashishga vaqtim ham yo'q. Unaqaga meni qiziqishim ham yo'q. Shuning uchun yozmanglar. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Unaqa insonlar. Xullas, erta ya indin shu 2-3 kun ichida usta topilsa, kelsa, ishini ko'rsa, ishlarni boshlash kerak. Menga aloqaga chiqinglar. Iltimos. Mayli, o'zinglar ehtiyot qilinglar. Kuninglar yaxshi o'tsin.